Do'stlar, va nihoyat bugun ikkinchi umrani jonli efirda aniqlaymiz do'stlar. Shartlari mana shu Raya O'zbekistonga obuna qo'ysizlar bo'ldi. Obuna bo'lganlarning ichidan tavakkal raqamimiz bitta tanlab aniqlaymiz bugun aynan va boshqa yutuqlar ham bo'ladi. 100 ming so'mdan savol-javoblar bo'ladi do'stlar. Aynan bugun bitta umrani Andijonga tashlab ketamiz. O'tgan safar bilasizlar, Jizzaxlik bola yutib oldi. Albatta, do'stlar, Jizzaxlik akamizga mana umrani yetkazdiramiz. Bitta umra bo'lgan Andijonda qolib ketadi shekilli do'stlar. Albatta shartlari o'sha Rayaga obuna bo'lib, mana shu videoni o'tkazib yubormang. Shu videoni maksimal 30 ta 40 ta do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Podpiskani ichida aniqlanadi do'stlar. Sizlarda yutish imkoniyati 30 ta 40 ta do'stinglarga jo'natsanglar, albatta yutish imkoniyati katta bo'ladi. Muhammad Aminki mana Raya akkauntini boshqaradigan ukamiz bo'ladi. Andijonlik. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Dillarim nima yetkazib berish bo'lsa, Andijonda mana bular boshqaradi. Albatta, do'stlar, Muhammad Aminki yana bitta savol kelib tushdi kommentda. Bu umrani yutib olsak, qachon ketamiz deyapti. O'shani ayting. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz hadya qildik. Xohlagan payti borishi mumkin. Xohlasa keyingi haftaga, xohlasa Rozan boshiga shunaqa. O'zlariga ma'qul kelgan paytda. Xohlagan vaqtda. Gap yo'q. Do'stlar. Kuzatinglar va Raya O'zbekistonga obuna qo'yinglar. Bugun 300 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar. Davay, bosinglar.